bitta kishi xotiniga aytibdi: "Ey xotinjon, bir maza qilib somsa yeyilu, somsa pishirgin" desa, xotini aytibdi: adasi, uyda go'sht yo'q, men somsa pishira olmayman" debdi. Pishir desa, "Yo'q, go'sht yo'q, pishira olmayman somsa" debdi. Keyin erini jahli chiqib ketibdi, kafega borib somsa zakaz qilibdi. Somsa shundoq kelibdi, shundoq issiq, shundoq tishlagan ekan, parlari chiqib turib, shunaqangi slayoni testlari bilan qilib maza qilib yeb, bo'larkan-u mana somsa pishirsa, bo'larkan-u deyotganmishdi. Keyin undan keyin ayol ofitsiant qarab turgan ekan, yugurib kelibdi. "Aka, assalomu alaykum, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Somsa yoqmadimi? Bu narsa kamchiligi bormi? Nima bo'ldi?" desa, keyin haligi kishi aytayotganmishdi: "Mana, bo'larkan somsa pishirsa, nuqul men xotinimga aytaman, somsa pishir deb aytaman. Xotinim menga aytadi: "Adasi, uyda go'sht yo'q deb nuqul boshimni qotirgan. Mana bo'larkan piyoz o'zini somsa pishirsa, shirin chiqar ekan" deb, yana g'achillatib tishlab, so'laklarini oqqizib yeb o'tirganmishdi. Qanday? Zo'rmi? Ko'pchilik so'rayapti, nimaga Oskar yo'q bo'lib qoldi debdi. O'rtoqlar, короче, nimaga Oskar yo'q bo'lib qoldi? Sababi, Oskar yo'q bo'lib qolganligini, tigr kasal bo'lganligi уже kuchayib ketyapti, silishgan. Esingizda bo'lsa, mana masterimni mushugini olib kelgandan keyin tigr kasal bo'lishi boshladi. Keyin undan keyin sal yaxshiroq bo'ldi, lecheniya qildim, больницаga olib bordim, kapelnitsa qildirdim, tigrga ukollar qildirdim, o'zim men xardan qilib yuraman. O'zini haftalik ukollari bor, cherizning ukollari bor, shunda ham, короче, yaxshi bo'vermadi. Keyin yana olib bordim klinikaga, bir ikki marta skoriy chaqirdim, tigr akaga, именно vet klinikani skoriylari bor. O'shani chaqirdim, keldi. Tigr aka, оказывается, уже astmatik bo'lganligi uchun, astma kasalligi bo'lganligi uchun, kuchayib ketayotganligi uchun o'lib qoladi. Chunki juda ham ko'p anaqa ichagida polniy manba shers bo'lganligi uchun, Oskarda shers juda ham ko'p bo'ladi-yu. O'shaning uchun mazasi bo'lmay kasal bo'lib qolyapti. Bunga slishkim toza havo, toza uy kerak, shersda bo'lmasligi uchun. O'shaning uchun siz dedi, tigr dedi, o'lishini xohlayotgan bo'lsangiz dedi, bemalol dedi, yashab yuravering shu holatda dedi. Agar dedi, xohlamayotgan bo'lsangiz dedi, Oskar berib yuborasizmi, vaqtinchalik bo'lsa ham dedi, bu hozirchalik bitta o'zi yashab turishi kerak dedi o'rtoqlar. O'shaning uchun hozir tigr aka lecheniya olyapti, ukol qilaman o'zim, har kuni ukol oladilar. Kapelnitsani har 2 kun, 3 kunda kelib qilib ketayotgan vrachi bor. Uni kelib qilib ketish vrachi ham uni puli ham arzimagan pul emas. Normalniy pulga keladi, oddiy skoriy emas. Как будто biz anaqa qimmat skoriydan chaqiramiz, 500 ming 600 mingga. Paysi shunga kelib ketyapti. O'shaning uchun Oskarga berib yubordim. Ana kuni bir kun internetga chiqmadim, yotib uxladim dedim-ku. O'shanda men juda ham qattiq depressiyaga tushib qoldim-da. Chunki uni oldin berib yubordim-da mushugimni. O'shaning uchun men siqilib, yig'lab, o'zimni ich etimni yedim-da. Как будто bu ham bitta meni bolam-ku, qanaqasiga men buni hozir berib yuboraman, ular qanaqa qaror ekan debdi. Lekin Oskar xudoga shukr, zo'r yashayapti, gap bo'lishi mumkin emas. Meni uyimdan ham zo'r yashayapti, chunki ana jaydari o'zimni takkoy mujik erkak klientimga berib yuborganman. Dahshat malades. Rahmat, respekt ko'ryapsiz. Otingiz yetmay ketaman.